Yana ozginacha deymiz jigarlar, ro'parasi 10 kundan keyin jamoamiz Real Madrid yashil maydonga qaytadi. Sizlarga hozir bu videoyimda Real Madridda navbatdagi 3 ta uchrashuv haqida ma'lumot bermoqchiman. Videoyim ozgina uzunroq bo'lishi mumkin. Ma'ni ma'lumotlarim sizlarga zerikarli bo'ladigan bo'lsa, videoni o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Agar ma'lumotlarim sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bitta like, kommentariy yozib ketishingizni hech qanday qo'ymaydi. Demak, boshladik. Klubimiz Real Madrid 19-oktyabrdan 20-oktyabrga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da Ispaniya La Ligasi 9-turidan o'rin olgan uchrashuvda Getafega mehmonga boradi. Bu kichkina Madrid derbisi desa ham bo'ladi. Bilasizlar, Getafe Madrid klubi hisoblanadi. Bu o'yinda imkon boricha g'alaba qozonish kerak, chunki undan keyingi tur уже El Clasico bo'ladi. O'shaning uchun 3 ochko juda ham zarur bu o'yinda. Getafeni xudo xolisa yutamiz degan umiddaman. Undan keyingi uchrashuv jonajon Chempionlar Ligamiz Real Madrid Santiago Bernabeuda 22-oktyabrdan 23-oktyabrga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da Italiyaning Juventus klubini qabul qiladi. Juventusni bilasizlar, hamma o'yinda deyarli otishmaga aylantira olyapti o'yinlarni. O'shaning uchun Real bilan ham otishma bo'lib ketishi mumkin. Lekin bu uchrashuvda misol necha o'ynalsa ham unaqa xafa bo'ladigan joy emas. Chunki bilasizlar, Juventusdan keyin уже El Clasico bo'ladi. O'shaning uchun Xabi Alonso futbolchilarni kuchini tejagan holatda Juventusga qarshi o'yinda unaqa berilib o'ynamasa kerak deb o'ylayman, lekin baribir g'alaba qozonish kerak. Chunki Chempionlar Ligasida bilasizlar, oxirgi turlariga borib ochko juda ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hech bo'lmasa durang bo'lsa ham roziman bu o'yindan, lekin mag'lubiyatga uchramasa bo'ldi, xudo xohlasa. Undan keyingi uchrashuv bo'lsa va nihoyat El Clasico 26-oktyabr kuni bizani soat 20:15 da ekan, yaxshigina vaqtga qo'yishgan, hamma ishdan chiqadigan vaqtda do'stlar davrasida yoki oila davrasida maza qilib El Clasico'ni ko'rsak bo'ladi, xudo xohlasa. 26-oktyabr kuni Santiago Bernabeuda soat 20:15 da Real Madrid Barselonani qabul qiladi. Bu mavsumdagi birinchi El Clasico bo'ladi. Hali undan keyin El Clasico'lar juda ham ko'p bo'lishi mumkin, chunki Copa del Reyda ham uchrashishi mumkin va Ispaniya Super Kubogida finalda ham uchrashib qolishi mumkin Real Madrid Barselona bilan. Lekin jamoamiz Real bu safar El Clasico'da yutishi kerak, majbur va shart. Chunki hech qanaqa uzr qolmadi. O'tgan mavsum o'zida Carlo Ancelotti jamoasi o'rtoqlik uchrashuvini qo'shganda 5 marotaba El Clasico'larni boy berdi. O'shaning uchun bu safar Real yutishi kerak. Durang ham emas, yutishi kerak. Xudo xohlasa yutadi ham. Mana jigarlar, o'zingizlar ko'ryapsizlar, oldindagi 3 ta o'yin juda ham qiyin o'yinlar kutyapti Realni. Xudo xohlasa har bir uchrashuvda g'alaba qozonish nasib qilsin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bitta like, kommentariy yozib ketish esingizdan chiqmasin. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.